Voy, bu qanday trending? Shef? Ishlatib ko'r, bilasan. Xo'p. Yomg'ir yog'yapti, qani? Nimaga? Video boshlanibdi-ku. Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan men Sarvar 88 va bugun videomizda fermer hayotining 3-qismi, qani bilmasam ketdik. Shef menga mana bunday qarmoqlar va tradent berdi. Buni hali men ishlatib ko'rmayapman. Negadir ishlatib bo'lmayapti. Bu yoqqa kelma. Tradentni nega ishlatib bo'lmayapti? Shoshmaydi, men cho'chqaga otib ko'rayman. Hadi endi ishlari qani? Uzoqqa borar ekanmi? Bu axir teleportatsiya qiladigan tradent-ku. Unbreaking Red Type 2. Voy, bir marta ishlaydimi bu? Voy, tepaga o'taychi, tepada paydo bo'lsam kerak. Voy, o'lib qoldim. Halimki printer yoniq. Voy, yana o'ynagim kelib ketyapti-da. Bu zo'r turadi. Shoshmanglar, buni yaxshilab yoshib qo'yishim kerak. Bu menga hali ko'p asqotadi. Ender Pearl'da o'rniga ishlataman. Ha, do'stlar, mana bu izimliklar qayerdan keldi desangizlar, men uxlaganimda mer deb mana Shef menga bildirmay, menga aytmay narsalarga buyurtma bergan ekan. Men shuncha ishlaganim uchun sen charchaysan deb menga aytmabdi. Mana bu bochkalarni to'ldirib tashlabdi. Mana bunisi bo'sh ekan, bunisi bo'sh. Mana bu bochkalar ichlarida qaranglar, qancha shuncha narsa bor. Menga yoqdi. Voy, do'stlar. Mana men bu yerda yana yangi firma qurdim. Mana bu bambuklar, mana bu shakar qamishlar qiynalib qilib chiqdim. Video qilganimda ko'p ketadi va sizlarga bu qiziqmas deb men video qilib olmadim. Tozalab olamiz, ekamiz. Nastroykadan to'g'irlab olaydi. Ana bu ko'p. 50 tezlik. 40 qo'yaman.
Suvni nega olding desanglar. Voy, men bu yerga ulug'lanmamoqman-ku. Shamolladim. Yana tez o'tib qo'yaman. Fermer hayoti shulardan iborat do'stlar. Buni shunaqa ishlar. Hali men oldingi videolarda, boshqa videolarda mer deb o'rganib qolganman. Ham televizorda video ko'rganda mer deganga men mer deb o'rganib qolganman. Nega bunday asta gapiryapsan yoki siz desanglar, chunki asta gapirish ham bir qonun. Allohga rahmat deb ota-onangizga baland ovozda gapirmang. Hali ota-onangizga qattiq gapirmang, gapini qaytarmang. Chunki gapirgan gapingizga jannatga kirayotganingizda javob berasiz. Hayot daftariga yozilib bormoqda. Har bir qilgan yaxshiligingiz, yomonligingiz, birovga yetkazgan ziyoningiz, birovga tekkan yaxshiligingiz sizga minusga ishlaydi. Shuning hayotda kulib qo'ying. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Shuning uchun ham ko'p urinmaylar. Ana qo'yam. Voy.
Endi merga olib borib beraman. Yana mer, hammayli mer deb chaqiraman. Shef, sizni mer deb chaqirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Shu osonroq bo'lsa kerak a senga. Ha. Hozir sizga olgan narsalarimni beraman. 39 ta kartoshka. Yana nima bor edi? Ha, sabzi. Urug'lar kerak bo'ladi. 2 ta achigan chiqdi. Hammasini sizga berdim mer. Qolganlarini esa endi lavaga tashlab yuboramiz. Ya'ni achiganlarini. Lava cho'chqa ham jo'natadi. Voy, harom go'sht. Ay. Davay, chiq. Suv beringlar, suv. Nimaga astalash? O'tib ketdi-yu. Qo'rqib ketdim. Voy. Suv. Voy, zaharlandim. Bo'lmayapti. Ay, zaharlandim. Voy. Suv oqimi itarib urdi. Voy.